Xitoy rejimi bu yil oldingi 3 faslda Sharq Turkistonning tabiiy boyligini bulang-talang natijasini oshkorlagan bo'lib, Xitoy neft ximiya sanoati guruhi shirkati Sharq Turkistonning tabiiy boyligini bulang-talang qilishni kuchaytirish uchun rayondagi neft, tabiiy gaz chorlash ichish salmoqini zo'r kuch bilan oshirgan. Bu yil 1-oydan 9-oygacha Sharq Turkistondagi yuqori ko'lamdagi sanoatning ishlatmagan tosh ko'mir mahsulot miqdori 290 milyon 323 ming 900 tonnaga yetib, bulturqi o'xshash mazgildagidan 31,1% oshgan. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy oldingi 3 faslda Sharq Turkistonning ko'mir, xom neft, tok chiqarish qatorliq tabiiy boyliqlarni davomli bulang-talang qilib, butun Xitoyning energiya ta'minotini kafolatga ega qilgan. Angliyaning Newcastle shahrida Xitoyning Uyg'urlarni dafsanda qilishi sababidan Xitoyning Tayvan shahri bilan bo'lgan qarindosh shahar munosabatini bekor qilganligini e'lon qilgan. Xabar qilinishicha, Newcastle shaharlik majlis ovoz berish Shanxi o'lkasining markazi Tayvan bilan bo'lgan qarindosh shaharlik munosabatini uzishni qaror qilgan. Mazkur qaror loyihasini Newcastle shaharlik majlisining Liberal Demokratlar partiyasidan bo'lgan a'zosi Wendy Taylor xonim sungan bo'lib, bu Xitoyning Uyg'urlarga qarata qo'rqinchli xo'rlash elib berayotganligi qayd qilinayotgan bir vaqtda Newcastle shahri Xitoy bilan munosabat qilmaslik kerak deb his qilganligini aytgan. Germaniya bosh ministri Olaf Scholz 4-noyabr juma kuni Beyjingda ziyoratda bo'lib, Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan ko'rishgan. Egilishicha, bu Xitoy virusi yuqumi boshlangan 3 yillik vaqtdan buyon Xitoyni ziyorat qilgan tunji G7 davlat rahbari ekan. Scholzning ziyoratidan burun kishilik huquq tashkiloti ochiq xat yozib, uningdan Beyjing ziyoratini qayta o'ylanishni talab qilgan. Shuning bilan birga Scholzning Xitoy ziyorati Germaniya hukumatining ikki qismida ixtilofga sabab bo'lgan. Germaniya taratqullarining xabar qilishicha, Germaniya bosh ministri Scholz Beyjingda Uyg'urlar masalasini tilga olganda, Xitoy taraf ichki ishimizga aralashganlik deb raddiya qaytarmagan. Yevropa Ittifoqining tashqi munosabat va bexatarlik siyosatining yuqori darajalik vakili Josep Borrell Yevropa Ittifoqidagi ba'zi davlatlarning Xitoy haqidagi ogohlantirishga qaramasdan bu davlatni Rossiya bilan o'xshash o'ringa qo'ymaslik kerakligini aytdi. Borrell Germaniyaning Münster shahrida G7 davlati amaldorlari bilan ko'rishgandan keyin muxbirlarning savoliga javob berganda, Xitoy tashqi siyosatida, shundaqla ichki siyosatida yangi davrni mustahkamladi, u zehnini o'z ishiga markazlashtirdi degan. Xitoy davlat mudofaa ministrligining bayonotchisi Tan Kefei Xitoy xalq ozodlik armiyasi urush tayyorligini davomlashtirib, Tayvandagi har xil bo'lgunchilarga qat'iy qarshi turdi dedi. Tan Kefei axborot e'lon qilish yig'inida cheklash siyosatida birlikka kelgan davlatlarning Osiyo Tinch okean rayoni uchun bir raqobatga aylanganligini isbotladi.